Assalomu alaykum, men ismim Kamoli, Enmedif kompaniyasida HR menejer bo'laman. Umuman sizlarga qadoqlovchilarimizning bir kunni ishlab ko'rsataman. Oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonida tozalikka rioya qilinib, maxsus kiyimda yig'ilgan soch va pardozsiz ishlanadi. Hozir biz sizlar bilan kreker sexida sladok ishlab chiqarish jarayonini va uni qadoqlash jarayonini birga ko'ramiz. Kompaniyamizda tushlik paytida birinchi va ikkinchi mazali taomlar taqdim etiladi. Uni yonida salat va sharbat ham bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida kompaniyamizda tamaddi uchun mazali bulchkalar, yonki shirinliklar va choy taqdim etiladi. Juda ham qiziqarli ish kunidan so'ng hamkasblarimiz bilan birga kompaniyamiz tomonidan berilgan avtobuslarda uyga yo'l olamiz.